Assalomu alaykum qadrli Eshonguzlar Savdo Plus korxonasi mijozlari. Bu videoda siz korxonamizning ertalab soat 8:00 dan 20:00 gacha bo'lgan bir kunlik ish kunini ko'rishingiz mumkin. Tayyor bo'lsangiz, men videoni boshladim. Bugungi kunimiz ham har doimgidek korxonamiz ish boshlashi bilan mijozlarga xizmat ko'rsatish bilan boshlandi. Soat hali 8 dan 5 daqiqa ham o'tmay, albatta siz bizning mijozimiz bo'lsangiz, unda siz yaxshi taniydigan Shavkat aka mijozlarni birma-bir qabul qilishni boshlab o'tdilar. Bu holatni sizlarga ko'rsatib bo'lib, men uchun har doim voqmali kattalikda ko'rinadigan plyonka sharimizni sizlarga ko'rsatgim keldi. Chiqayotgan plyon kattaligi qanday qilib ko'rsatib berishni bilmay, oxiri o'zim bilan solishtirib ko'rishga qaror qildim. Shu kadrni olayotganimda ko'zim ishxonamiz xodimlariga tushdi. Ular yangi chiqayotgan plyonka mahsulotini qadoqlayotgan ekan. Shuni ham ko'rsatishim kerak deb qadoqlash holatini ham videoga oldim. Shu bilan soat ham 11 ga yaqinlashib qoldi. Shu payt bir mijoz kelib 8 metrlik 08 plyonkadan 50 metr o'lchab berishimizni so'radi. Bolalar ishlab chiqarish bilan band bo'lganligi sababli o'zimiz o'lchashni boshlab ketdik. O'lchab berish davomida mijozimiz bu plyonkangiz cho'zilishi yaxshimi savol berganlar edi. Ularning ko'zlarini oldida ularga bergan plyonkамizdan kesib, uni cho'zib ko'rdik. Natijasini siz ham ko'rib turibsiz. 8 metrli plyonkamiz 40 metrdan uzoqroqqa cho'zilganligini ko'rib, mijozimiz boshqa bunday savol bermaydigan bo'lib ketdilar. Plyonkani mijozimizga berib orqaga qarasam, tinib tinchmagan xodimlarimiz yana bir mijozga plyonka ortayotgan ekan. Men shartta borib karaga o'tirib olib ularga yordam berishga tushib ketdim. Bu mijozimizga ham plyonkalarni yaxshi holatda yuklab berdik. Soat ham 1 ga yaqinlashib qoldi. Shu paytda ishxonamiz xodimi buxorolik mijozimizning buyurtmalarini katta mashinalar turuvchi joyga olib borishlari kerak ekan. Men ham chiqib ola qoldim va u yerda mijozimiz yuklarini qanday holatda yuklanayotganini ko'rib, ishxonaga qaytdik. Bu yuklarni yuklab berishda ko'p qolib ketdikmi bilmadim-u. Ishxonaga qaytganimizda yana bir buxorolik mijozimizning buyurtmalarini yuklashayotgan ekan. Kelgunimizcha 10 tonna yukni yuklab bo'lishibdi. Bolalarni eng oxirgi rulon joylashtirish yaxshigina qiynadi, lekin bizni bolalar baribir amallaydi. Bu yuk mashinasini ham jo'natib yubordik. Bolalar bilan endi biroz dam olamiz deganimizda yana bir mijoz kelib qoldi. Ularga ham buyurtmalarni birin-ketin yuklab berdik. Bu mijozimiz ham ketdi. Orada biroz dam olishga vaqt topildi deguncha Xitoydan naqd 30 tonna yangicha Qalqon nomli plyoka mahsulot kelib qoldi. Katta yuk mashinasi ichkari kirguncha xo'jayinlar bilan maslahatlashib, bu konteynerni ertaga ochishga qaror qabul qildik. Bu konteynerimiz kirguncha soat ham 8 bo'lib qoldi. Shu bilan korxonamiz darvozasini ham yopdik.